qilyapti-ku, ikkita akaga sudlashyapti, sudga boryapti. Nima arizalaring deyapti. Uka akani yozyapti. Rolik qilishgan balkim bo'lgan voqeadir. Sudyaga xat taqdim qilyapti, sudya o'qib karaxt qatib qolyapti. Nimaga? Tarixda buni ariza olmagan qo'liga. U arizaning ma'nosi shuki, arizam ma'nosi shundan iboratki, mazmun mohiyati men akamni sudga beraman, chunki akam onamni uyimga olib borib qarashimga ruxsat bermayapti. Aka talashyapti, uka ham talashyapti. Tasavvur